Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Misronim Tor bekiti. Misronim. Assalomu alaykum Misronim Tor bekitimizning aziz ishtirokchilari, qadrli ko'ruvchilar. Diyorimizdagi ajr mehnat egalari bo'lgan tövbekorlarimizni sizlar bilan sirdosh fursati qilib kelayotgan Sirdoshlar ko'zligi programmamiz yana sizlarning huzuringizga sunildi. Programmamizning 8-son orqali sizlar uchun xizmat qilish fursati bo'lganligimdan intayin xursandman. Qadrli do'stlar, biz bu son programmamizda o'ziga bo'lgan yuksak mas'uliyat tuyg'usida tunlarni tanglarga, xiyollarni nishonlarga, tasavvurni tafakkurga ulab, ijtihod bilan izlanish orqali fan texnika sohasida kasb ahllariga zo'r qulayliklarni ega qilib kelayotgan. Shundaqla xalqimizga mo'jiza xarakterlik shon-sharaflarni keltirib kelayotgan diyorimizdagi kompyuter mutaxassisi, doktor aspirant yetakchisi, shundaqla Jungodagi tunji Uyg'ur akademik Hushur Islom muallim bilan suhbat etmoqchimiz. Kompyuter mutaxassisi, doktor aspirant yetakchisi Hushur Islom 1942 yili 8-oyda Ili viloyatining Chapchal nahiyasi Jag'ista yezida tug'ilgan. Ili pedagogika maktabi va Xinjiang universitetida fizika kasbini a'lo natija bilan bitirgandan keyin 1964 yili Qashqar pedagogika universitetiga xizmatga taqsim qilinib, bu maktabda 17 yil ishlagan. 1981 yili Xinjiang universitetiga yetkilib kelib, bir qator kasbiy, ma'muriy va ijtimoiy vazifalarni ustiga olgan. U Xinjiang universitetining professori, doktor aspirant yetakchisi, Markaziy Kompartiya tashkilot bo'limi boshqarishidagi munavvar mutaxassis va avtonom rayonlik alohida darajalik fan texnika mukofoti orqali 500 ming yuanga erishgan birdan-bir oz sonli millat olimi. Davlatlik ilg'or xizmatchi, avtonom rayonlik munavvar mutaxassis, davlatlik 10 munavvar muhojir xodimning biri, avtonom rayonlik mutaxassislar maslahatchilar komiteti hay'atining a'zosi, avtonom rayonlik ilmiy unvon komitetining a'zosi, mamlakatlik va avtonom rayonlik kompyuter uchur jamiyatlarining jamiyat a'zosi va muavin mudiri, doktor va doktor ashli tarbiyalash markazining qurg'uvchisi, 4 xil kompyuter uchur magistrlik tarbiyalash markazining ham ko'p xil til-yoziq uchur texnikasi tadqiqot markazining qurg'uvchisi. U 50 dan ortiq aspirant va yosh tayanchini tarbiyalagan. Xalqaroliq va mamlakatlik jurnallarda 70 dan ortiq maqola e'lon qilgan. 2 qatim xalqaroliq mamlakatlik yig'inlarga riyosatchilik qilgan. 15 qatimdan ko'proq xalqaroliq yig'inlarda maqola o'qigan. 10 parcha ilmiy maktab darsligi yozgan. 10 mingdan ortiq kompyuter, elektron so'zliklarining o'lchamlik atalg'usini bekitib chiqqan. Fan texnika jihatda davlat 860 yuqori texnikalik tadqiqot planidagi iqtidorli mashina tadqiqot turidan 7 ga, davlatlik tabiiy fan fondi tadqiqotidan 3 ga, mamlakat va avtonom rayonlik nuqtaliq tadqiqot turlari bo'lib, jami 20 dan ortiq ko'p xil yoziq uchurlarini bartaraf qilish, yangi sistemalarni tadqiq qilib, yangi usul, yangi texnikalarni o'tirg'a qo'ygan. Bu orqali mamlakatlik fan texnika taraqqiyoti bo'yicha 2 va 3 darajalik mukofotga erishgan. 3 turda avtonom rayonlik fan texnika taraqqiyoti bo'yicha 2 darajalik mukofotga erishgan. 6 tur mamlakatlik tunji ijodiyat va xalqaroliq ilg'or saviyada bekitilgan. 5 turda mamlakatlik oldingi saviyaga yetgan. 8 turda mamlakatlik patent huquqiga erishgan. Navbatda davlatlik va avtonom rayonlik tadqiqot turidan 8 ga yetakchilik qilmoqda. U yana bu yilgi mamlakatlik akademiklarni tanlashdan o'tib, Jungodagi tunji Uyg'ur akademik bo'lib qoldi. Biz uni bu natijalardan faxrlanmay turolmaymiz. Misronim Tor bekiti. Men hozir ko'rayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yezig'idagi Tor bekitlarning ichida saviyasi eng yuqori, texniklik qurilmasi eng kuchli, mazmuni nisbatan ko'p, boy, eng oldin qatordagi bir Tor bekat. Bo'libmi Misronim Tor bekitida mushun Tor bekat o'qirmanlarining ko'pligi, ularning mush Tor bekatdagi mazmunlarga cho'ng havas, qiziqish bilan qaraydiganligi va bu Tor bekatga bir a'zo sifatida qatnashayotganligini, o'zlarining yangi fikr takliflarini berayotganligi, buni yangi uchurlarni ko'rib o'zlarining qo'shal bo'layotganligini men ko'rib keldim, bayqab keldim.
Akademik degan bu endi Konstitutsiya yuvanshimi deydi. Bu bir davlatning eng oliy unvoni bo'lib, bir Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz uchurlarni bir taraf qilish ishiga tutish qildik. Rasmiysam dastlabda Uyg'ur xetining ekranda ko'ringan vaqtdagi mening qo'shalligim, hayajonim bek bo'ldi. Ko'zimdan yosh chiqdi. Linux, Android yaqin zamanda ki yangi tipdagi sistemlarni ishlash bugun biz asonliq millatlarning bayrami deb shikib qo'llanib o'tadi. Söhbetimiz qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim to'r bekiti. Misronim. Assalomu alaykum Mushir muallim. Va alaykum assalom. Oldindan sizga qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun to'r bekitimizga barliq to'rdoshlar nomidan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizlarning mushundaq so'rinni bekitganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ondan oldi bilan shu Misronim to'rdagi barliq to'rdoshlarga salomingizni yo'llab bergan bo'lsangiz. Misronim to'r bekitidagi to'rdoshlar. Sizlarga men Şinjan Daşı'daki Uçur ve Teknika Enstitüsü'nün profesörü Uçur İslam namıdın köpten köp salam. Ondan sonra Uçur muallim hemmimizge ma'lum siz yaqinda shu akademik degan unvonga erishib keldingiz. Jungodagi tunji Uyg'ur akademik degan unvonga erishdingiz. Shu eng oldi bilan bizning to'rdoshlarimizga akademik degan so'zningki shu unvonga tushuntirilishini shundaqla shu unvonga erish jarayonida tatgan jafolaringizni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Akademik degan bu endi Konstitutsiya yuvanshimi deydi. Bu bir davlatning eng oliy unvoni bo'lib, shu davlatning eng yuqori xalqaro saviyadagi ijodiy emgeklerini ifadelaydigan devletinin en çok kuruluşları, fen texniki neticeleri, işlep çıkarış ve müdafiye sahasındaki konu keltigen yeni neticelerini gevlendirdiğen neticelerini ki bir ifadelep verdiğen bir ilmi unvan. Yani bu unvan bunda aytganda şu devletinin seviyesini halkaradaki uğrunu ifadelet mi belirleydi. Hazır devletimizde mingdan artık akademik var. Burun bu Pella Akademiyası deb atılattı. Keyin bu ikkiga bölünüp Pella Akademiyası ve Kuruluş Akademiyası deb ikkiga bölündü. Kuruluş Akademiyası da asasen devletimizin çok iqtisadi kuruluşlarını, fen texnik kuruluşlarını ve ulanınki içinde hal kılan zor tekniklik meselelerini, ilim fen meselelerini asas kılan tədqiqatlarını ve neticelerini, muvaffakiyetlerini gevlendirdi ve muşununla erişken başlamcı kişilerini devlet boyunca 2 yılda bir kıtım məxsus saylaş ip verip saylap çıkdı. Bu saylamını fakat akademiye ve akademiklarla saylap ip verdi. Onun nispeten her kandak memuri işler hatta dünyanın tabi yerlik ülkelerce arlaştırılmaydı. Çünkü bu %100 sap ilmi mesele, ilmi muvaffakiyetle asaslı var. Hem de bu 2 yılda bir kıtım ip verildi ki her kaysı ülke admirallar, her kaysı ministerlikler, devletteki en çok tədqiqat orulları, mutluluk tecrübekanlar, çok kuruluş ip verip atkan karxana şirketler, şeyler memleket boyunca adıyla öz sahasındaki muşunda muvaffakiyet erişken netice utuklarını ve onun vekillik adamlarını adıyla özleri bağlar çıkıyor. Andın memleketki yollaydı. Memleket onu adıyla zıgır şınçada koydu ki ulanın salahiyetini bir teşhir çıkıyor.
Andan keyin ulardan tanlab chiqqandan keyin birinchi qitim akademiklar o'zlari buningga o'zlari materialini ko'rish asosida ularga bilet tashlab, shuning ichidan bir qismini tanlab chiqdi. Masalan, akademiyaningki elektronika va uchur qurilishi mush bir soha. Bu sohada hozirgacha 2 yilda bir qitim epilgan baholashlarda 60 ga yaqin odam mamlakat bo'yicha tanlab chiqdi. Uningdan birinchi qitimliq tanlashda 20 yaqin odamni tanlab chiqdi. Ham u tanlab chiqqan odamning ichidan yana ularni ikkinchi qitim maxsus dissertatsiya yaxlash, ya'ni 100 turani akademiklarga o'zining qilgan xizmatlarini, natijalarini tonishtirish asosida uning qilgan ishlarini yana bir qitim tafsiliy ko'rib chiqish, analiz qilish asosida ondan oxirgi qitim bir bilet tashlash ip bor. Buningdan eng oxirgi 5-6 yoki 3 akademikni tanlab bekitib chiqish bo'ladi. Asosiy tanlash jarayoni mana shunday bo'ladi ekan. Hamda Abdumurayimiz ko'p qitim meni asonlik millatlarning ichida natija qozongan ma'lum bir uchur sohasida bir sohani yaratgan va buni balg'ilib o'zliksiz taraqqiy qilishga zo'r to'plarni qo'shgan deb qarab, ko'p qitim meni buni aytganda 3-4 qitim davlatga tanlab yo'lladi. Har qitimda Abdumurayinda mening tanlanishim yuqori ovoz bilan o'tdi. Lekin davlatga borgan vaqtimizda endi chunki bu yerda raqobat bek kuchli. Onun tepsiga davlatimizning uchur texnikasi, elektronika sohasidagi bo'libmi jiroqdan kontrol qilish, olamga uchish sohasidagi harbiy sanoat sohasidagi bo'libmi yana mikro elektronika to'plashtirilgan tok yo'llari sohasida kompyuterninki yangi tipdagi eng iqtidorli alohida kompyuterlarni yasab chiqish sohalarida zo'r qurilishlar tadqiqotlar olib berilayotgan boshqa buning raqobat bek kuchli. Shunga masalan bu qitimda birinchi qitimda tanlangan odam 55 odam. İkinci qitim tanlashda 22 odamni tanlab chiqdik. Demak, qolgan 30 necha odam chalinib ketdi degan. Ham 22 odamga oxirgi qitim akademiklarning oldida dissertatsiya qilib o'zining natijalarini yetkazish, taqlid qilish proskiriyadiga. Buning menimde taqlid qilib o'zimning natijalarini tanishtirgan bo'ldim. Demak, oxirgi tanlashda bu qitim 22 odamdan aran 2 odam akademikga tanlanib o'tibdi. Endi mushuningdanmi bu akademikga tanlash xizmatining bek qiyin murakkabligini his qilgan bo'ldi. Endi haraldi maningda muvaffaqiyat qozondik. Buningdan demak bizning mayli xalqimiz bo'lsin, mayli hukumat jihatdan bo'lsin, shaxsan biz o'zimiz nuqtadan aytganda bir sharafli ish bo'ldi. O'zimga nisbatan bir cho'ng bir bisim vazifadan bir ozod bo'lgandek bo'ldim. Lekin yana bir tarafdan o'zimga yangi bir yuzilish, yangi taraqqiyotda texmi zo'r vazifalarning oldimda turayotganligini his qilib turibman. Unda bo'lsa muallim yuqorida shu unvon to'g'risida to'xtalib o'tdingiz. Endi shu kompyuter tadqiqotiga qanday qilib kirishib ketganligingiz to'g'risida qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz. Aslida universitetda fizik kasbida o'qigan. Yani ben 59-yılı üniversitede çıkan, Şinjan Üniversitede okugan, bu penni ben naiti iştiyaq bilen yaxşı okudum. Okuş bitirip ben
1964 yılı Qashqa Pedagogik institutiga xizmatga bölündü. Şu mezgillerde 70. yıllar, 60. yıllarınki ahırları umum dünyada bulup devletimizde radyo elektronika bir yüzünüz. Hem yerde radyolusuz, televizorlusuz, hem yerde ün algı, magnetofon qatarlıqlar keng türde omumlaşkan bir devir oldu. Bunu aytqanda radyo elektronika bir kızık bir kesip ve panik aylandı. Şuna ben muşu bir yüzünüz boyunca ve üzemnin asası ügünüz tədqiqat hizmetimni radyo elektronikaga yüzlendirdim. Köplep radyolarni quraştırış, remont qilish, bo'libmi televizor ün algılarını remont qilish işlaridan kelishib, tajribalarni qurib ishlarni yapadi. 80 yıllar kelganda umum dünyanınki yüzlenişi uçur teknikisi, yani mikro elektronika ve kompüter teknikasini asas kılgan uçur devrigi yüzleniş oldu. Bu devletimizge nispeten, bulup Şinjan asallık milletlerine nispeten bir yeni kesip oldu. Hem de ben muşu bir yüzlenişke asasen hem şu vaktki ihtiyaç boyunca ben kompüter teknikisi uçur teknikasini bir taraf qarab yüzlendi. Dastlabda PC 8000 B markalı bir kompüterini 30 milyonga setib olib, ham darvaqa Şinjan Üniversitesi bizga mushundaq bir tadqiqot sharoiti bilan ta'minladi. Shuningda izlanish olib berib, dastlabki qadamda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz usullarini 56 harf bilan kunuk taxtını orlaştırıp ekranda oğlun solga mangdıgan, bir-birisi ulaydıgan, ulunuduğan, tahrirlese boluduğan, yani halkın harflerini özgertip, tahrirleleydigan, bet yasalaydigan, dastlabki neticeni qo'lga keldi. Mağa qilgan işimiz cemiyette, hükümette çok dağdığını payda qildi. Bulup hükümet birinci növbette kompüterde Uygur, Kazak, Kırgız yazıklarını hal qilish imkoniyatining bo'lganligini ko'rgandan keyin bizga maxsus bir tema berib, maxsus tadqiqot guruhini qurib, 3 tane IBM PC XP, IBM PC XT markalı şu zamandaki nispeten ilgar kompüterini bizge berip Uygur, Kazak, Kırgız usulünün bir tarafı işini vazifesini topşirdi. Şundan biz bunun da texmi mükemmel bir sistemini işleşke kirişip geldik. Bizim işimiz mana şundan başlandı. Shunda qo'shirmonim, sizniki mushu jafoliq izlanishingiz natijasida qo'lga keltirgan mushu natijalarda bizniki ma'naviy turmushimiz mubogancha beyotidi. Bizga o'xshash mushu to'r bekatlar xalqimizning ma'naviy turmushini betish uchun sizniki natijalaringizdan, mushu kompyuterlarga uyg'urcha kirgizish natijangizdan unumli foydalanyapmiz. Undaq bo'lsa, siz mushu kompyuterga uyg'urcha xat kirgizish xizmatingizning natijasi chiqqanda, ya'ni ekranda tunji qatim uyg'urcha xatni ko'rgan vaqtingizda qanday hissiyatga keldingiz? Rastli aytsam, dastlabda Uygur xetinin ekranda görüngen vaxtdaki benim xoşallığım, hayacanım bek buldu. Gözümden yaş çıktı. Sökkeni ketse, ben naatsa hayacan bilen kurdum. Demek, şu vaxtada, yani 1984 aylarda kompüterde Uygur usul yazıklarını bir taraf qilish imkoniyati bor ekan degan bir ishonch menda paydo bo'ldi. 7. ayda qaytib keliblar. 7. ay, 8. ayda biz derhal şu vaqtda eng dastlabki IBM PC 8000 B markalı kompüterde Uygur, Kazak usullerini bir taraf qilish tadqiqotini boshladi. Onun
harf kodlarini, harf ampirlerini, күнгі тақтайда harflerin орынлаштырышını, kirgizish ve ekranlarda çıkırış işlerini tadqiq qildi. Tadqiq qilish jarayonida bu ishimiz nihoyat o'ng'ishli hal bo'lib qoldi. U vaqtida yakka Uyg'ur harflari bilan ingliz harflarini birlashma bir taraf qilishni amalga oshirdi. Shuning bilan bu ish amalga oshirib, e'lon qilingandan keyin jamiyatda nihoyat cho'ng g'ulg'ula ko'tardi. Abdum rayonidagi nurg'un hukumat partiya organlari boshqa diqqat e'tiborni qo'zg'adi. Ala demak Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz uchurlarini kompyuterda bir taraf qilgan bo'ladi ekan degan bir o'y, fikr paydo bo'ldi. Natijada shu yil 10-oyda maxsus Abdum rayonining bir tadqiqot temasini bekitib, bizga IBM PC XT markali yangi tipdagi kompyuterda mush uchurlarni bir taraf qilish tadqiqotini o'rnashtirdi. Biz 1,5 yil kech kunduz izlanish orqali eng oxirsida bu ishni amalga oshirdik. Lekin ishlash biz uchun yangi yo'l o'yish, yangi texnikalarni izlanish, bir taraf qilish jarayoni bo'ldi. Bo'libmi aslidagi ingliz sistemi yoki fransuz sistemining aslidagi nusxasi, uning kod programmalari ne bizga hech kim bergan unmadi. Texniklik materiallarmi naki yo'q deyarlik. Ko'pincha ingliz materiallar. Şuna bularni biz bir-birlab izlanib, sistemining asli kodlarga qayta analizlarni yurgizib, ularni asli kodga aylantirib, usullarini izlanib, sistemining ichki yadroliq qurilishini, yadroliq texnikalarni bir taraf qilish jarayonlarida analiz qilishlar orqali eng oxirsida Uyg'urchaning bir taraf qilish texnikasi usullarini aning ijod uni yasab, burungi sistemaga qo'shib, natijada Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz uchurlari bilan Xanzucha ingliz sistemini aralashma bir taraf qila oladigan ko'p xil yoziqli uchur sistemasini yasab chiqdik. Bu sistemini 1986-yilda 4-oyda Abdum rayonida etilgan xalq qurultoyining qurultoy boshqarish ishiga ishlatdik. Ya'ni qurultoydagi butun materiallarni kompyuterda besib chiqardigan. Vakillarning yataq, bilet, nomerlarini, ularning salohiyatlarini boshqaradigan sistemaga qilib ishlab chiqdi. Natijada shu yil 5-oyda Abdum rayon bo'yicha mushu sistemini texniklik baholash yig'ini ochildi. Bizning bu shuni natijalik ishlab chiqqanligimizni, bo'libmi xalq qurultoyining yig'inini muvaffaqiyatli holda kompyuter orqali boshqarganligimizni, nurg'un materiallarni kompyuter orqali besib chiqarishimizni ko'rgan Abdum rayonining partiya hukumat rahbarlari bu baholash yig'iniga bek ahamiyat verdi. Şu vaqtida Sunxalyang, Wang Yinmao, Tömür Davat, Janobil qatorli 20 yaqin partiya hukumat rahbarlari 20 kunlik yig'inni to'xtatib qo'yib turib, bizning tadqiqot baholash yig'inimizga qatnashdi. Natijada ular bizning ishlarimizni ko'rib, nihoyat yuqori baho berdi. Masalan, Sunxalyang Şoca sözde Şinjan'daki azsallık milletlerinin zamanımızın en ilgar korali kompüterini öz til yazıqda işletiş zamanının başlanışı deb oturdu. Tömür Davat Juşi reis qo'shanligida bugun biz azsallık milletlerinin bayrami deb shikqinni ko'tardi.
endi bu narsalar bizga zo'r ilhom berdi. Biz hayajonga tushdik. Bo'libmi 6-oyda mamlakatlik muvaffaqiyatlar ko'rgazmxonasiga mush tadqiqot natijamizni apadik. Apaga vaqtimizda Lifin Zungli bizning tadqiqotimizni ko'rib intayin xo'shal bo'ldi va hatto u nayt yaxshi ishlabsizlar. Texmi tirishib osonlik millat uchurlarini texmi rivojlantirishni umid qilaman deb bizga qo'l elib ko'rishdi. Bizga ilhom berdi. Biz mushu xalqning ilhomi, hukumatning ilhomi bilan bu bir boshlanish naqshi natija bilan o'ziksiz tadqiqot qilish ishlariga kirishib ketdi. Unda o'sa shu kompyuterlarga Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha tillarni kirgizgandan keyingi hozirgacha bo'lgan taraqqiyotlar qanday bo'lyapti? Mushu jarayonlarni asasak, menimcha tevandikicha bir qancha bosqichlarga bo'lish mumkin. Birinchisi 80-yillarning o'ttiri va oxiridan 90-yillarning 5-gacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yozuq usullarini bir taraf qilish, ishg'ollarni avtomatlashtirish, nashriyatchilik usul bir taraf qilish, osonlik millat usullarini bir taraf qilish taraqqiyot jarayoni. Bu jarayonda asosan do'st mashg'ulot sistemasini asos qilgan. Shu chog'dagi do'stning Word'da qatorliq ishg'ollarni avtomatlashtirish yumshoq detalni asos qilgan bir tadqiqot jarayoni bo'ldi. Ya'ni biz shu vaqtda do'st 2.0 nusxasidan boshlab ta keyingacha tadrijiy holda bosqichma-bosqichda do'st 6.2 nusxasigacha agishib yangi Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha nusxalarini, ya'ni UC do'st mashg'ulot sistemasini ishlab chiqdi. Buni har qaysi sohalarga bo'libmi ishxonalarni avtomatlashtirish sohasiga xilma-xil boshqarish sistemlari, kadrlarni boshqarish, o'qitishni boshqarish, natijalarni boshqarish degandek xilma-xil boshqarish sistemlari bo'libmi matbaa nashriyatchilik sohasida zo'r tadqiq qildik ham ishlatdik. Uzun zamonlardan beri ishlayotgan mexaniklik mashinka, ya'ni lozi qog'ozga xat besib chiqargan ishxonalardagi material hujjatlarni yezish ishlari tavtay bo'lib, bularning o'rnini elektronlik kompyuter, elektronlik matbaa nashriyat sistemlari egalladi. Bu shu vaqtda jamiyatimizga keltirgan cho'ng jamiyat xarakterli o'zgarish bo'ldi. Bu birinchi davr. Ikkinchi davr 90-yillarninki o'ttirsidan 2000-yillargacha bo'lgan davr. Bu vaqtda asosan Windows mashg'ulot sistemasini asos qilgan tadqiqot va uning qo'llanishi. Biz shu vaqtda xalqaro Microsoft yetakchiligida o'ttirib qo'yilgan Windows 3.1, 95, 98 ta 2000 yangi nusxalari o'ttirib qo'yilgan vaqtida biz mas holda 95-96-yillari Windows 3.1 ni, 97-98 Windows 95 ni, andikin Windows 98 ni, ta 2001-yillari Windows 2 ni Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha nusxalarini ishlab chiqdi. Bir kompyuterga bir taraf qilish, usul bir taraf qilish nuqtani aytgan chog'da mashg'ulot sistemasi mushularning eng asosiy yadroliq sistema. Yadroliq qismi, asosiy qism. Agar mashg'ulot sistemasi shu til yoziqlarni bir taraf qila olsa, demak, boshqa nurg'un yumshoq detallar, qo'nishdan detallarmi mas holda
Uyghur, Kazak, Kırgız uçturlarını bir taraf kılalaydı. Bunun yadroluk mesele meşgulat sistemisi da. Şu yazıklarını, uçturlarını bir taraf kılışıcı. Şunun için biz şu mezgillerde meşgulat sistemisini içiş. Onu köp kıl yazıklarda bir taraf kılalaydı. İktidarı iyi kılış. Üçün biz köprek asas hizmetini için tuttuk. Şunlaşka keyin avtomatlaştırış, şahallarını avtomatlaştırış. İşleri de bulup mu muşu devirde avaz, söret, yazık bir gevde kılıngan. Uçturlarını bir taraf kılış sistemisi de ve muşundaki mezbir tekniklik meselelerini hal kılışlarda biz noktalık izlenip bular neticelik hal kıldık. Şunlaşka biz 97-98 yıllarda otur başlangıç mekteplerinin köp muhitlik derslerini fizika, kimya, biyologiya, matematika derslerini işlep cemiyet keng türlü tarattık. İngilizce, Fransızca okutuş materyallerini keltirişildi. Bular hemisi köp muhitlik dersler. Şuna uçağlıda Windows meşgulat sistemisi ve köp muhitlaştırış devri dep atsak buldu. Yani keyingi devir, yani 3. devir 2000 yıllardan ta hazırız bulan devir. Bu vaqtida asasen biz 2000 Windows 2000 Windows XP Windows 7 qatarlıq yeni tipdeki Windows meşgulat sistemlerini köp xil yazıqni bir taraf kılaydigan iqtidarga iyi kıldırış. Linux savzuş meşgulat sistemini içiş ve onu cemiyet keng türlü işiltiş. Bulup mu çevrişli sistemler dep koydu ekanmiz. Bunu kısturma yoki kichik tipdeki meşgulat sistemleri. Windows CE, Linux, Android yakın kılama ki yeni tipdeki sistemlerini işleş ve bular arkalık ulanınki mahsulatları, mesela kol telefonları, Uyghur, Kazak, Kırgız telefonlarını özün til yazıqıda işiltelaydigan, uçur yollalaydigan, qabul kılalaydigan mındaq iqtidarlarını amal qiladi. Bu jarayonda bulup mu yeni tipdeki meşgulat sistemleri ve torlaştırış devri desek bulundu. Bu devirde endi noktalık kaldı bizim asıllık meselelerinki tor punktlerini kuruş. Tor ameli yumuşak detallerini işleş. Silah uçaş, Mısır'ın uçaş, çoğun tor pirketler barlık geldi. Yani bunların moyum alaylığı demek kompüterde avaz, resim, yazık uçurlarını birleşme bir taraf kılalaydıgan, uzutalaydıgan, kabul kılalaydıgan, her kandak uçurlarını izdelaydıgan, tapalaydıgan, uçurlarını tutup alalaydıgan, mandak teknikler hel buğallığı. Şundak buğallığı için hazır köplep tor beketleri dünya geldi ve o cemiyette keng tür tarılıp özünün rolünü cari kıldırıyor. Hazır muşu saatimi biz halkıradaki İngilizce ve Fransızca tor beketleriga tekniklik cihetini etganda asasen erişip mağaladık. Devir noktası etganda muştaq 3 devirge bölüp söylesek buludu. Bunun sırt Uyghur Kazak uçurlarını bir taraf koysa biz baştan ayak onun uçur teknikasının halkara ve devlet ölçümünü bekitiş işlerine alayda ehemmiyet verdik ve bunu çın tuttuk. Biz bu neticelerle toxtab kalmadık. Yani biz öz zamanımızda 60. yıllarda işlediğen yeni yazıkını onu
Muşu xalqarалық ölçümünü bekitip, bunu mu xalqara ölçemge kirgizdi. Şundaqla öz zamanısıdaki kadimi Türk Uyghur yazığı, Orhun Yingsa yazığının mı xalqaradaki tədqiqatı onun təsir dairesine çıkış kılıp onu mu götürüp çıktık? Onu mu xalqara ölçemge kirgizdik? Hazır Çağatay yazığının ki xalqara ölçümünü oturup koyup bunu xalqara ölçemge kirgizip atmışız. Endi bu hizmetler rasmi etqanda bek japalık, naati zil. Çünkü xalqaradaki musu sahatdagi raqobat bek kuchli. Xalqaro kirgizish xalqning shu mutaxassislarning shu davlatlarning e'tirof qilishiga erishish oson emas. Biz bu ishda ko'p xizmatlarimiz. Demek hazır bizning mushu yeziqlardagi xalqaro o'lchamlarda o'rnimiz var. Bizning kodlarımız var. Şuna biz xalqaro yüzlanishga asos yaratib qo'ydik. Rahmat muallim, oxirida sizniki buningdan keyingi arzu armonlaringiz, nishoningizni bilib baqsaq bo'lamdi? Bo'ldi. Bir ömür mushu ushur texnikasini tadqiq qilish, ishiltish va uni dunyoga yuzlantirish xalqimizga mushundaq bir zamonimizni, kuchur zamonimizdagi bir yangi qoral bilan ta'minlash ish bilan o'tdi. Darvaqa bizning ishlarimiz, men alay ta'kidlayman, xalqimizning qo'lligi, davlat hukumatning qo'lligi, keng ishlatayotgan qo'shinning qo'llab quvvatlaganligi bo'libmi, mushu bir jarayonda bir tadqiqot qo'shinning shakllanganligi, har qaysi cho'ng kichik shirkatlarning barpo bo'lganligi va bizning jamiyatga mushu texnikalarni, mushu sistemalarni va o'zlarining ishlab chiqqan, mushu asossiz ishlab chiqqan yangi narsalarni, mahsulotlarni jamiyatga keng turda ishlatganligining natijasi. Bunda aytganda, hozir Şinjangda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz uchurlarini bir taraf qilish bir sohasi paydo bo'ldi. Keyingi vaqtlarda biz davlat ishchi va Atmrayimizdagi cho'ng uchur kompyuter shirkatlari bilan hamkorlashib, yangi mahsulotlarni ishlash, Atmrayimiz kompyuterni taqtish, hatto dunyoga, O'rta Osiyo, Arab ellariga yuzlantirish ishlarini qilyapmiz. Bu sahada davlatlik taraqqiyot islohot komiteti, iqtisod uchur ministerligi, Abdumrayimizningki fan texnika nazorati qatorliqlarning nurg'un qo'llashlariga erishdik. Bizga nurg'un tadqiqot temalarini bizga berdi va maslahatlashtirish va jamiyat tortishga ko'p yordam berdi. Endi men neyada alay tekligini mushu ishlarning hammasida men faqat bir boshlamchi, men bir yetakchi, men bir tashkillovchi. Dastlabda men o'zim boshlab bir qancha odam bilan birlashib ishlagan bo'lsam, bizning qo'shinimiz hozir borgan sari kengayib, qo'shinimiz zo'r qo'shinga aylandi. Kasbimizmi? Burun bir bizde Şinjangda elektron kasbi, kompüter kasbi yo'q edi. Yo'qdim bavuldi. Hatta biz derhal tadrijiy holda taraq qildirib buni 4-5 yillik bunki o'qitishni iparalaydigan, magistr o'qitishni iparalaydigan, hatta doktor tarbiyalaydigan yerlarga erishdik. Nuqtaliq tajribaxonlarni, nuqtaliq kasblarni qurdik. Demak,
o'qitish kasb sohasini zo'r bir ilgirlash, yo'l etish bo'ldi. Tadqiqot sohasi yuqori deyilgandek, ta dastlabki DOS mashg'ulot sistemasini tortib hozirgacha Windows XP, Windows 7, Linux sistemlari va Android mashg'ulot sistemlarigacha va ularning nurg'un mahsulotlari. Bu ishlarning hammasi bizning cho'ng tadqiqot qo'shunimizning turkisi. Xalqimizning turkisi. Men faqat buning ichida bir yetakchi, boshlamchi va tashkillovchi keng vaqtda. Shunga bu natijalar hatto men keyin erishgan akademik degan nom bizning qo'shunimizga mansub, xalqimizga mansub. Endi bizning nurg'un ishlarni qildik. Lekin asl talab bo'yicha nurg'un narsamiz texi murodiga yetib, talto'kis bo'lib ketgani yo'q. Ishiltish jarayonida davomli uzluksiz mukammallashish ekan. Ikkinchisi bozor nuqtai aytgan chog'da biz nurg'un texnikani, yangi mahsulotlarni ishlab chiqdik. Ammo bozorga yuzlantirishda yanıla biz bir o'qitish o'rni bo'lganligimiz uchun odam tarbiyaladik, qo'shin tarbiyaladik, lekin mahsulotlarni, texnikamizni jamiyat yuzlantirishda yanıla ojizlik qildik. Bu texnik soha yanıla ojiz. Demak, mening bundan keyinda texmi mukammallashtirish. Texmi zamonimizdagi eng yangi sistemlarni, eng yangi texnikalarni qabul qilib, yangi sistemlarni, yangi yumshoq detallarni ishlash, xalqimizga mushlarni ta'minlash mening birinchi orzum. Ikkinchisi, jamiyatga hamma sohalarga keng turda ta'minlab berish, ishlatish, uni ishlash, ish unumini ko'rish. Ammo buningda qiyinchilik bor. 80-90 yillarda bu ehtiyoj, talab bek yuqori edi. Zamonning taraqqiyoti bilan davlat tilining ko'proq ishlatilish sababi bilan bizning o'z yozig'imizga til yozig'imizdagi sistemlarning ishlanishi bozori bag'ozi kichkina bo'ldi. Bu bizning o'zimizning mahsulotlarini, natija muvaffaqiyatlarini kamdir topishidagi bir qismanlik. Endi bularni yana amalga kengaytirish, hal qilish kerak. Yani birisi, hazır Abdum rayonunun devletinin bizi koygan yeni talebi. Bizdeki şu Uygur, Kazak, Kırgız, Arap yazık sistemimizdeki texnika mahsulatlarımız asası da qanday qilib bunu Orta Asiyaga, Arap elleriga yüzlendirish. Bu devletinin yeni bir talebi ve stratejisi. Yani bu noktada biz devlet Orta Asiyaga, Arap dünyasıga özümüzni yüzlendirishda hozir dastlabki ishlarni qildik. Bir qism mahsulotlarni, masalan, Linux'ning mashg'ulot sistemasining arabcha, o'rischa, qozog'cha nusxalarini ishlab, Arab Misrlarga, Qozog'istonlarga taqibdik. Qo'l telefonining mesela Arapça, Slavanca, Orscha qo'l telefonlarni, Android, Linux qo'l telefonlarini, yangi tiplar mahsulotlarni ishladik. Bular Şinjan'daki ba'zi bir şirketler orqali Arab dunyolarga, Qozoq davlatlariga, O'rta Osiyoga taqatdik. Dastlabki ishg'ollarni optimizlashtirish sistemlarini ishlab baktık. Ularni taqib oldik. Ama bular texi rasmiy davlatning
chet ellarga yuzlantirish bundaq bir yo'liga texnik kirib ketgan yo'q. Ham davlat hozir mushu mayli mashg'ulot sistemasi bo'lsin, mayli ishxonalarni avtomatlashtirish sistemi bo'lsin, mayli to'r qurilishi jihatdan bo'lsin. O'rta Osiyoga xalqaro yuzlantirish ishini bektaklayotdi. Masalan, hozir Tangritog' to'r bekitdi. O'zining tilini burun Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlarni Qozog'istondagi Qozoq Slavan yozig'idagi turk, latin yozig'idagi Qozoq, O'zbek, Qirg'izlarga, turk tillariga, hatto arab tillariga yuzlantirish. Hozirgi Yunjisvan deb qo'yamiz, ya'ni cloud hisoblash texnikasini. Ya'ni bu deganimiz zo'r usullarni bir taraf qilish, hisoblash, boshqarish texnikasi bu. Yangidan chiqqan cloud texnikasi degan. Mushuning bir bazasini Şinjan'ga qurish. Şinjan orqali davlatimizning ushtur boyliqlarini, avtonom rayonimizning xilma-xil ushtur boyliqlarini, madaniyatini O'rta Osiyo, Arab dunyosiga, Yevropaga kengaytirish. Bir yuzinishdir. Demak, musu sahalarda biz texnik yangi ishlarni qilishga tayyorlik qilyapmiz. Endi darvaqa bu ishda biz mushu soat ishlayotgan Abdulbayimizdagi keng tadqiqotchilar, ijodkorlar, korxonachilar bakmo ehtiyojimiz hammamizning birlikda mushu vazifalarni o'rtaq amalga oshirishga kirishimizni umid qilaman. Rahmat muallim, deganingiz kelsin, arzu-armanlaringiz baldiroq amalga oshsin. Eng oxirida shu to'r oldidagi to'rdoshlarimizga ikki og'iz yurak so'zingizni deb bergan bo'lsangiz. Misranim to'r bekitdi. Men hozir ko'rayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yezig'idagi to'r bekitlarning ichida saviyasi eng yuqori, texniklik qurilmasi eng kuchli, mazmuni nisbatan ko'p, boy, eng oldin qatordagi bir to'r bekat. Men buningga mushu to'r bekatini ishlayotgan balalarimizga intayin ko'p rahmat aytaman. Sizlar mushu bir xizmatinglar orqali zamonimiz ushtur davri va to'r davrida Abdulrahimimizdagi osonlik millatlarni mushundaq bir ushtur manbasi bilan, bilimlari bilan ta'minlayapsizlar, shundaq bir sahna tayyorlab berdim. Buningga men sizlarga intayin xursandman, sizlarga cho'ng tashakkur etaman. İkincisi, men endi to'r bekatlarga men vaqtim bek aldirash va jiddiy bo'lg'achqa ko'p vaqtlarda chiqib ko'ra olmayman. Ancha-muncha ko'rgan ahvolimni qaraganda, bo'libmi Misraning to'r bekatida mushu to'r bekat o'qirmanlarining ko'pligi ularning mush to'r bekatdagi mazmunlarga cho'ng havas, qiziqish bilan qaraydiganligi va bu to'r bekatga bir a'zo sifatida qatnashayotganligini, o'zlarining yangi fikr takliflarini berayotganligi, buning yangi uchurlarni ko'rib o'zlarining qo'shal bo'layotganligini men ko'rib keldim, bayqab keldim. Mushu nuqtada mushu bekatni qo'llayotgan mush to'rdoshlarga yana bir alayda rahmatimni aytaman. Sizlarning mushunda qo'llashinglar, madadinglar tufaylidan biz va to'r bekatlar, uning ichida bo'lib Misraning bekitimi taraqqi qilyotdi, ilgarilayotdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat o'shirmalim. Bundan keyingi ishlaringiz texnik natijalik bo'lsin, arzu-armanlaringiz amalga oshsin. Kelgan qadamingizga yana bir qatam ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat sizlarga.
Biz yuqorida anglagan natijalar son va sifat jihatdan bir kishining emas, xuddi 10 necha kishining natijasidir. U qozongan, u keltirgan zo'r shon-sharaflar biz o'ylagan chekdan eshib ketgandek bilindi. Ammo bu haqiqiy u qozongan natijalar. U biz uchun ana shunday zo'r shon-sharaflarni keltirdi. Biz bu tuhfkarimizga chin ko'nglimizdan rahmat etmay turmaymiz albatta. Shundaqla uning bunday keyingi barliq kunlarining xushallik ichida o'tishini, tenining salomat, ishlarining o'ng'ishli bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Qadrli do'stlar, bu son programmamiz ishida oxirlashdi. Tilak